ana gazni o'g'irlik qilib yoqqanim uchun uzr so'rayman, kechirim so'rayman deb yozib berasiz. Keyin biz sizga yordam beramiz. Oyoq kiyimlari bilan yotoqxonamgacha kirib ketyaptilar. Ushlaganlikka olib og'ziga kelgan jarimani qo'llayapti. Bular nima qilyapti? Bizlarni yana kambag'allikka tiqishtiryapti-ku. 53 million 190 ming qayerdan chiqdi, hurmatli prezidentim? Xonavayron qilib, ko'chaga darbadar qilib, gadoy qilib tashlaydi. Bu gazchilar kelib mumkin emas deb menga o'tni kallasida ish tarafni yozib ketdi. Qanchadan qancha arza yozdim. Hech qaysi foyda bermadi. O'zi meni nomimdan arza yozib, qo'l qo'yib, yarim stavkamni olib tashadi. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Men Buxoro oblast Shofirkon tumanidan Latipova Zebo Qaymovna bo'laman. Yaqinga gazchi xodimlari uyimga kelib, propandan foydalanib turishimni bila ko'ra turib, menga 53 million 190 ming jarima yozib ketishdi. Men propandan foydalanib o'tiribman. Baribir ham gaz bu deydi. Gaz ekan baribir ham. Menga aytibdiki, oldimga listni qo'ygan. Siz hozir menga aytasizki, ana men gazdan noqonuniy foydalanib turibman. Keyin prezidentimdan, xalqimdan ana gazni o'g'irlik qilib yoqqanim uchun uzr so'rayman, kechirim so'rayman deb yozib berasiz. Keyin biz sizga yordam beramiz. Siz bizaga bir qadam tashlang, biz 2 qadam tashlaymiz. Endi mana Hakim Hamdamov bilan uni sherigi ikkalasi aytibdi. Yoniga hech qanday mahalladan yo uchastkovoydan yo boshqasi yo'q. O'zlari o'zi gubur uyga kirib, oyoq kiyimlari bilan yotoqxonamgacha kirib ketyaptilar. Endi bular o'zlaricha bular haq. Endi biza nodon bular dono, hurmatli prezident. Bularni kelib bir tekshiring qani, bular nima qo'yapti, nima qo'yapti? Bir tekshiring qani, hurmatli prezident. Adolatli bir qaror chiqaring, hurmatli prezidentim. Bu gazchilar bor-ku, to'g'ri turib, agar ish joyiga to'g'ri o'tirib, ana bu ko'cha-ko'yga turbalardan gaz fashilab chiqib yotmasin, aholiga to'g'ri qarasa, agar hech qanday kamomat kelmaydi. Bularga endi Xudo berdi, endi qo'l keldik, hurmatli prezident. Endi ushlaganlikka olib og'ziga kelgan jarimani qo'llayapti. Siz, hurmatli prezidentim, kambag'allikdan xalqni chiqaryapsiz, kambag'allikdan qutqaryapsiz. Bular nima qilyapti? Bizlarni yana kambag'allikka tiqishtiryapti-ku. Yana bizlarni ko'z ochishga qo'ymayapti-ku, hurmatli prezidentim. Bular nima qilyapti? Men o'zi yolg'iz ayol bo'lsam, uyga borku, hatto tabletka olishga ham davlat hisobidan tabletkamni bersa, ko'p vaqtim doktorxonalarga o'tsa, propan yoqib o'tirgan bo'lsam, yana qanaqa menga ish taraf, qanaqa gaz menga? Endi menga tuhmat qilyapti. Tuhmatni ham bir chegarasi bor chiqar, bir insofi bor chiqar tuhmatni ham. Hurmatli prezidentim, men 50 mingga agar propan solsam, yo 100 mingga propan solsam, agar 3 oy to'rov yoqaman-ku. Keling, ana menga tuhmat qilgan taqdirga ham, hurmatli prezidentim, 2 milliondan agar menga tuhmat qilgan bo'lsa ham 3 yilga 6 million bo'ladi-ku. 53 million 190 ming qayerdan chiqdi, hurmatli prezidentim? Bularni tekshirmasangiz agar bular bizlarni xonavayron qiladi. Xonavayron qilib, ko'chaga darbadar qilib, gadoy qilib tashlaydi. Ana ko'chaga qolamiz. Men hozir kontrakt bachamga kontrakt to'layman. O'zimni davolatayman, kommunal to'lovlarini qilayman. Holi soliqni to'layolmay o'tiribman. 3,5 million solig'im chiqqan, shuni to'layolmay o'tiribman. Bu taraf bu nima degan gap, hurmatli prezident? Mana propan gazim. Propanim. Necha yillar beri shundan foydalanyapman. Uyga yolg'iz o'zimman. Ko'p menga propan ketmaydi. Ana bu gaz propanim. Hozir sizga video qilib tashaganim. Mana gazim mana. Mana shu propandan kelyapti mana. Ana propandan kelyapti ana. Mana hammasi bitta ana. Ana hukm bu. Qarang. Ana.
Hammasi bitta. Mana bu gaz, mana yonib turibdi. Mana bu propandan kelyapti. Mana propandan. Mana bu tükka ulangan bu yog'i. Bu yog'i ana bu gaz. Aramdan kelamiz. Endi hokim bu qarang. Mana bu hammasi bitta propandan kelyapti. Ishonmasangiz tekshirishingiz mumkin hokim bu. Mana. Mana bu pechka mana. Pechka. Mana. Bu menga pechka kerak bo'lmaydi, shunchaki zaruratga yoqaman hokim bu. Mana. Bu gazchilar kelib mumkin emas deb menga o'tni kallasida ish tarafni yozib ketdi. Kelib xonadonimni tekshirib, adolatli qaror chiqarishingizni iltimos qilib so'rayman. Hokim bu ko'ryapsiz mana? Mana. Mana shu pechka, mana. Mana shu ulangan ana. Qarang ana hokim bu, mana. 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 Hammasi bitta gaz balondan. Menga bu narsa ko'p ketadi. Bitta o'zim berganim uchun ham ko'p vaqt yoqaman hokim bu. Qarang ana. Mana. Ko'rib turibdi mana hokim bu. Mana, yonibdi mana. Yonib turibdi mana. Hammasi propandan kelyapti. Kam yo'q, ko'p yo'q, 20 yil Shofirkon tumanidan ish izladim. Faqat bo'shliqlarni eshikka umrim o'tdi. Kechasi qolib ketgan kunlarim qanchadan qancha bo'ldi. Bular menga borku bir mart bitta ish topib bera olmadi. Arza yozgan qanchadan qancha arza yozdim. Hech qaysi foyda bermadi. Axir respublika prokuroriga murojaat qildim. Baraka topsinlar, respublika prokurori meni ish bilan ta'min qilishga yordam berdilar. Obodonlashtirishga Avliyoga qarovul bo'lib ishga kirdim. Bir stavka ishga kirdim. Ana bu idoramizdan matluba kadrimiz kelib meni uyimga menga aytibdiki, yarimtasini arza yozasiz, men olaman yarimtangizni deyapti. Ha nima ya? Ha yo'q, yarimtaga unga odam bor ekan. Men yozib bermadim. O'zi meni nomimdan arza yozib, qo'l qo'yib, yarim stavkamni olib tashadi. Men hurmatli prezident, bir stavkaga ishlash haq-huquqim bor, lekin yarim stavkamni o'z meni nomimdan arza yozib, meni nomimdan qo'l qo'yib, meni stavkamni olib tashadi. Hurmatli prezidentim, bular meni na ishlashga qo'yadi, na bir to'g'ri yashashga qo'yadi. Xuddi meni hurmatli prezidentim ish bilan ta'minlasin Shofirkon. Ish bilan ta'minlasin. Men ham kommunal to'lovlarimni to'lay, bachamni kontraktini to'lay, o'zimni davolashimga ham pul topay. Keyin soliqlarimni to'lay hurmatli prezidentim. Kommunal to'lovlar, bu to'lovlarni vaqtiga qilay. Meni ish bilan ta'minlasin. Ta'minlashlarni siz nazoratga oling hurmatli prezidentim. Nazorat qilib turing bularni. Bir Shofirkonimizga kelib keting, bir ko'zingiz bilan ko'ring bizani aholimizni, sharoitimizni. Bir meni xonadonimga bir o'zingiz keling, yo ishonchli vakillaringizni uzating, bir ko'rsin men qanday yashayapman. Aholimiz qanday yashayapti, xalqimiz qanday yashayapti, bir ko'ring hurmatli prezidentim.